Assalomu alaykum do'stlar, hormanglar. Toshkent Volgograd poyezdida O'zbekistondan Rossiyaga kelayotganlar, Volgograd Volsga kelayotganlar diqqatiga. Hammaga o'ylaymanki, bu poyezdda 350 taga yaqin odam keladi. Astraxandan ham tushadiganlar bor. Shu o'rinda hammalaringizga taalluqli. Hozirda Toshkent Volgograd poyezdi Volgogradga emas, Volskiga to'xtayapti. Bu may oyining o'rtalarigacha, ammo xuddi shunaqa bo'ladi. Texnik sabablarga ko'ra deyildi. Volskida to'xtaydi va Volskidan tarqalib ketiladi odamlar. Volskida tekshirish juda ham qattiq bo'lyapti. Bugun ham poyezdda kelib tushganlarni 21 nafarini migratsiya bo'limiga olib borib, jarima yozib, shu jarimadan keyin tushuntirish ishlari olib borildi. Xo'sh, tartib bilan aytib o'tadigan bo'lsam, poyezddan tushganingizdan keyin sizni birinchi o'rinda telefoningiz tekshiriladi. Ikkinchi o'rinda tekshiriladigan narsa sumkangizda nos bor yoki yo'qligi. Uchinchi o'rinda isiriq degan narsa ham olib kelmanglar. Isvant deyiladi. Isiriq olib kelmanglar. Qaranglar, telefon uchun har xil javobgarliklar bor, Uголовный kodeksgacha bor. Nosvoyni prosta olib qo'yyapti-da, nima o'z-o'zi chiqarib yuboryapti. Bu narsani aytmoqchi bo'lganim, ko'pchilik nos chakadi, bu narsani xumorib oladi, o'rganib qolgan odamlar endi bor. Yo'lda privatnikka pul to'lab, Qozog'istonga pul to'lab, chegaraga palon pul to'layapti-da, 6000 rublgacha to'laganlar bo'lyapti. Bir nos uchun, 2 xaltacha nos uchun. U pullarni to'lab yurmanglar, avvalambor olib kelmanglar. Chunki Volskida lentadan o'tkazib hamma nos 100% sumkadan olib qo'yilyapti. Kisalaringiz tekshirilyapti. Va 3-o'rinda isiriq olib kelmanglar. Isiriqqa to'g'ridan to'g'ri jinoyat javobgarlik bor, ya'ni Uголовный kodeks ochiladi. Shuning uchun bu narsadan saqlaninglar. Rossiyada isiriq bu giyohvand moddalar qatorida запрещенный vеществоga kiritilgan. Shuning uchun sizlarga ham hech kimga bu narsani chegaradan olib o'tishga tavsiya qilmaymiz va olib kelmasliklaringizni maslahat beramiz. Tekshirishlar davomida Volsga tushganingizda juda ham qattiq tekshirish bo'lyapti. U yerda OMON, FSB, Rosgvardiya, majburiy ijro, Federal migratsion slujba hammasi tekshiryapti. Ipidan ignasigacha. Oldingi yillar nima qilgansiz? Faqat kirdi chiqdi bilan yurganmisiz? Patentingiz chekini o'tkazib olib keyin kelganmisiz? Xuddi shunaqa muammoli qoidabuzarliklaringizni aniqlab, отделениyaga olib borib, shtraf qilib, tushuntirish ishlarini olib borib, keyin qo'yib yuboryapti. Tushuntirish ishlarida mana bu hozir amnistiya deymiz, o'sha 26 qarori bo'yicha 30-aprelgacha hujjatlarni taxlab olishga harakat qilib ulgurishlarini tavsiya berib qo'yib yuborishyapti. Bugungi poyezddan 21 nafar o'sha O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari migratsiya bo'limiga olib ketildi va ular bilan suhbatlar o'tkazib, o'sha jarima qog'ozlari yozilib, qo'yib yuborildi. O'ylaymanki, ushbu video ko'pchilikka taalluqli va ta'sirli bo'ladi degan umiddaman. Yaqinlaringizga, Rossiyaga kelmoqchi bo'lganlaringizga, nafaqat mashinada yoki bo'lmasam poyezdda, samolyotda, hammaga qaysi yo'nalish bilan, qaysi transport vositasi bilan kelishingizdan qat'iy nazar, mana shu videoni tarqatib qo'yinglar do'stlar. Salomat bo'linglar, xudo xolasa yana yaxshi videolar bo'lsa, albatta sizlarga yetkazaman. O'ylaymanki, obuna bo'lib qo'yish eslaringizdan chiqmaydi do'stlar. Kommentariyada ham yaxshi fikrlaringizni, yomon fikrlaringiz bo'ladimi, qanaqa izohlaringiz bo'lsa, albatta yozib qoldiringlar. Ushbu videoni qancha ko'p oddiy bir so'z yozib qoldirsangiz ham ko'pchilikka tarqalishiga sababchi bo'ladi do'stlar. Salomat bo'ling, keyingi videolarda yaxshi, kerakli ma'lumotlar bilan yana ko'rishamiz.